Jigarchilik pul bilan o'lchanadigan zamondamiz. Bir qozondan osh yegan aka-ukalar bir hovli meros uchun yuz ko'rmas bo'lgan zamondamiz. To'yda sarf qilingan pulni kim ko'proq berdi, kim kamroq berdi deb hisob-kitob qiladigan zamondamiz. Bir piyola choy ustida hal qilinadigan gaplar sud eshiklari oldida yillab cho'zilayotgan zamondamiz. Bir og'iz Alloh rozi bo'lsin deyish o'rniga qancha foyda olding deydigan zamondamiz. Bir-birini og'irini ko'tarib yurgan aka-ukalar bugun qarzini qaytara olmay yuz burayotgan zamondamiz. Bir otaning farzandlari bo'la turib, meniki, seniki deb yuraklarni bo'layotgan zamondamiz. Onaga qarash seni navbating, meni navbatim deb navbat bilan amalga oshiradigan zamondamiz. Bir hovlining changalida o'ynagan jigarlar bugun ishim ko'p deb bir-biridan xabar olmagan zamonda.